Bir katta ustozimiz aytardilar, Alloh rahmat qilsin, Salohiddin domla o'tib ketdilar. Dars aytardilar. Bemalol qo'rqmasdan aytinglar, ertaga imom bo'lsanglar ham. Kim keliniga ozor bersa, undan 5 karra ko'proq ozorga o'zini qizi mubtalo bo'ladi derdilar. Kim keliniga ozor bersa, undan da 5 karra ozorga o'zini qizi mubtalo bo'ladi. Bu kimnidir yeri ko'kka ishonmagan farzand-ku axir. Ibodatli bir shunga ziyoli xonadonlarda ham kelinga bir past nazar bilan qarash paydo bo'lyapti. Yo'q, kelinning shunaqa haqlari borki, to'xtab qolamiz biz. Ba'zi bir gaplarni gapirishdan, xizmatlarni aytishdan. Shuning uchun azizlar, ayniqsa mana shu Allohning baytiga kelib ibodat qiladigan, Xudoni tanigan, qiblaga yuzlanib duo qiladigan insonlarning xonadonida muammo bo'lmasligi kerak.